Hududlar rivoji avvalo aholining farovon turmush tarzini ta'minlashga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbarining iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha belgilab bergan vazifalardan maqsad ham shu. Hozirgi lavhamizda ushbu topshiriqlar ijrosi bo'yicha Jizzax viloyatining Yangiobod tumanida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinadi. Yangiobodda asosiy daromad manbai yaqin yillarga qadar faqat chorvachilik va dehqonchilik edi. Keyingi yillarda davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan aholini kambag'allikdan chiqarish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida Yangiobodda tadbirkorlik kengaymoqda. 2026-yilning o'tgan davr mobaynida mahallalar kesimida jami qiymati 2 milliard 219 million so'mlik 22 ta mikro loyiha shakllantirildi. Biroq Yangiobod tumanida mavjud tabiiy va iqtisodiy imkoniyatlardan samarali foydalangan holda hali yana ko'plab yangi loyihalarni ishga tushirish mumkinligi anglashiladi. Mana shu jihatlar davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida alohida qayd etildi. Men o'sha muhokamadan tanqidiy xulosa qilib oldim o'zimga. Muhtaram prezidentimizni sanoat yo'nalishiga qaratilishini bizlarga topshiriq qilib belgilab bergandan keyin biz tumanimizni salohiyatidan kelib chiqqan holda sanoat yo'nalishlarini belgilab oldik. Bugungi kunda 6 ta qo'shimcha loyihalar ishlab chiqdik. Bu loyihalar asosida tumanimizda 255 ta doimiy ish o'rni yaratiladi. Yil yakuniga borib sanoat hajmi keskin o'sib 110% ni tashkil etadi. Bu esa mana mahalliy byudjetimizga qarib 10 milliard miqdorda mablag'lar kelib tushishini ta'minlaydi. Bu yilda 156 milliardlik sanoat loyihani so'zsiz bajarilishini ta'minlayman deb men tuman hokimi sifatida kafolat beraman. Mana bu tekstil korxonasida Germaniyaning zamonaviy texnologiyasi asosida paxta xom ashyosidan ip-kalava tayyorlanadi. Korxonamizda 130 dan ortiq mahalliy aholi ish bilan ta'minlangan. Miqdori yiliga 3000 tonnani tashkil etadi. Ip-kalavamiz Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqariladi. To'quv ishlari, bo'yoq ishlari amalga oshirish rejada tutilgan. Mahalliy aholidan yana 150-200 kishini ish bilan ta'minlashni rejalashtirib turibmiz. Salkam 2 milliard so'm mablag' evaziga ishga tushirilgan ushbu korxonada hozir 80 nafar xotin-qiz ish bilan band. Yangiobod tumanida tabiiy iqlim sharoitiga ko'ra asalarichilikni rivojlantirish juda foydali ekanligi ko'zga tashlanadi. Ming dardga davo bo'lguvchi asal yetishtirishni kengaytirish borasida Yangiobod tumanidagi Sarmich mahallasi namuna qilib olingan. Joriy yil yakuniga qadar 60 ta xonadonning har biriga imtiyozli kredit asosida asalari qutisi tarqatish, ushbu faoliyat bilan shug'ullanuvchi oilalar sonini 200 taga yetkazish reja qilingan. Hozirgacha 17 ta xonadonga jami 350 million so'mlik imtiyozli kredit evaziga 15 tadan asalari qutisi yetkazib berildi. Agrar sohaning istiqbolli serdaromad yo'nalishlaridan biri baliqchilik. Mazkur yo'nalishda Xo'jamushkent, Sarmich, Balandchaqir va Do'stlik mahallalaridagi 5 ta xonadonda ushbu yo'nalishda mikro loyihalar yo'lga qo'yilib, mana shu ish orqali har bir xonadon daromadini yiliga 80-90 million so'mgacha oshirish ko'zda tutilgan. 2026-yil 1-chorak davomida mahallamizdan 430 million so'm kredit ajratildi. Mahallamizda Xo'jamishkan ota ziyoratgohi bor. Shu ziyoratgohga tashrif buyuruvchilar uchun dam olish maskanlari tashkillashtiryapmiz. Turizmni rivojlantirish maqsadida sohil bo'yida joylar tashkillashtirib, mavsumiy choyxonalar, dam olish maskanlarini tashkillashtiryapmiz. Mehmonlar tashrif buyuradi. Shu mehmonlarning ehtiyojini o'rganib, shu mahallamizda asosan baliqchilikni yetishtirishda tashkillashtirdik. Qo'shimcha daromad olish maqsadida, bolalarni ish bilan ta'minlash maqsadida mana shu baliqchilikni tashkil qildik. 6 oyda tayyor bo'ladi ekan. Hovuzimizning hajmi 1 sotiq. Tajriba uchun 500 taga yaqin tashadik. 2-3 kilolik bo'lganda ham 1 tonnadan oshiq hosil beradi. Hozir tadbirkorlikka juda keng imkoniyatlar yaratib berib qo'ydi. Bundan faqat foydalanish kerak. Harakat qilgan odam kam bo'lmaydi. Jizzax viloyatining mana shu chekka hududi Yangiobod tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi loyihalar odamlar farovonligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, pirovardida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.